Ajoyib sahifa, haqiqatan ham inson uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar va biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Albatta, Munavvar kun musiqiy dam olish dasturimizni ilk mehmonlari. Xo'sh, ularni qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Yo'ldosh va Dildor opa inson huquqlarini himoya qilish sho'basi bosh maslahatchisi hamda Qulmatov Umidjon huquqiy axborot sho'basi bosh maslahatchilari bo'lishadi. Xo'sh, nima uchun bu insonlarni, bu ikki mutaxassislarni bugungi studiyamizga ilk mehmon sifatida taklif qilganmiz? Buni ham o'ziga yarasha arzigulik sababi bor. Jumladan, davlatimiz rahbarining 2026-yil 3-martdagi ayollar va bolalar huquqlarini himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy chora-tadbirlar to'g'risidagi 33-sonli farmoni mazmun mohiyatiga bag'ishlangan albatta davra suhbati bo'lib o'tadi. Aynan mana shu bo'yicha hozir sizlar bilan suhbatlar olib o'tamiz. Bolalar zo'ravonligi nima, tazyiq, xullas mana shu farmon bo'yicha olib borilayotgan ishlar, hammasi haqida bugun sizlar bilan suhbat bo'lib o'tadi. Sizlarni bugungi studiyamizda ko'rib turganligimizdan g'oyatda mamnunmiz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'sh, endi umuman olib qaraganda keling, mana shu farmonni nima desam ekan, mazmun mohiyati haqida qisqacha bizga tushuncha berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat. Mazkur farmon mazmun mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, bekorga qabul qilinmadi. Chunki o'sha baribir jamiyatda kuzatyapmiz, ayollarga, bolalarga nisbatan tazyiq, zo'ravonlik holatlari uchrayapti. Uchraganda ham ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda tez hozir guvohi bo'lyapmiz, ming afsuski. Mazkur farmon qabul qilinishidan asosiy maqsad o'sha jamiyatimizda eng o'sha aytaylik ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi qatlami hisoblanuvchi ayollar va bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikka murosasiz kurash. Ya'ni jamiyatda o'sha tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar yoki bolalarga nisbatan jamiyatda o'sha javobgarlik masalalarini kuchaytirish hamda bu borada vakolatli organlarning mas'uliyatini hamda hamkorligini yanada kuchaytirishga qaratilgan farmonning mazmun mohiyati. Endi mazkur farmon bilan qonunchiligimizda aytaylik ko'plab yangi normalar belgilanishi nazarda tutilgan. Xususan aynan aytaylik erta nikoh degan tushuncha bor bizda, ya'ni oila qonunchiligimiz bo'yicha 18 yosh yigit va qizlar uchun nikoh yoshi 18 yosh, lekin jamiyatda umuman uchrayaptiki erta nikoh holatlari ko'p. Ya'ni bunday holatda erta nikoh holatini oldini olish hamda 16 yoshgacha bo'lgan homiladorlik holatlari uchrayapti-da, afsus bilan aytish kerak. Bunaqangi holatda farmon shu nazarda tutyaptiki, shunaqangi erta nikoh yoki 16 yoshga to'lmagan homiladorlik holatlari sodir bo'lganligi haqida ichki ishlar organlariga va inson ijtimoiy xizmatlar markaziga o'sha aytaylik fuqarolar o'z-o'zini boshqarish organlari, FHDYO organlari, ta'lim va sog'liqni saqlash organlari hamda o'sha diniy tashkilot vakillarini aytaylik xabar berish majburiyati belgilanyapti farmon bilan. Agar vaqtida xabar bermagan taqdirdachi desangiz, farmon bilan aytaylik mana shu organlarga vaqtida xabar bermaganligi uchun mazkur yuqorida sanab o'tgan tashkilotlarimni mas'ul xodim yoki mas'ul rahbarlariga aytaylik ma'muriy javobgarlik ham nazarda tutilyapti. Endi mazkur farmon bilan yana shu narsa qonunchiligimizda belgilanyaptiki, 2026-yil yakuniga qadar o'sha ichki ishlar vazirligi, raqamli texnologiyalar vazirligi, adliya vazirligi, bosh prokuratura, sog'liqni saqlash, maktabgacha maktab ta'lim vazirligi bilan birgalikda o'sha o'smir signal modulini ishga tushirish ham farmonda belgilanyapti. Ya'ni o'sha o'smirlarga voyaga yetmaganlarga nisbatan qandaydir bir tazyiq yoki zo'ravonlik yoki bir ma'muriy hattoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladigan qilmish yoki xatti-harakat sodir etilgan taqdirda o'sha o'smir signal orqali o'sha zudlik bilan o'sha vakolatli organlarga xabar borib, bular tezkor choralarni ko'rishi ham bu farmonda belgilanyapti. Yana agar qo'shimcha qiladigan bo'lsak, mazkur farmon bilan aytaylik voyaga yetmaganlarga nisbatan aytaylik shilqimlik qilish yoki boshqa bir ma'muriy huquqbuzarlikka olib keladigan qilmish sodir etgan taqdirda mazkur qilmishda jinoyat alomati yo'qligi to'g'risida faqatgina prokuror qaror qabul qilgandan, ya'ni xulosa qilgandan keyingina sudlarga o'sha yuborilishi ham bu farmonda nazarda tutilyapti. Yana bitta asosiy nimasi farmonda o'sha belgilanayotgan norma bu hozircha 2026-yil 1-noyabrdan deb farmonda nazarda tutilyapti. Ya'niki o'sha voyaga yetmaganlar bilan aytaylik sodir etilgan jinoyat, ya'ni jinoyat kodeksida bor o'sha jinsiy o'sha aytaylik jinoyat yoki zo'ravonlik sodir etilgan taqdirda bunaqangi
toifadagi ishlar o'sha ichki ishlar emas, endi prokuratura organlariga olib beriladi. Farmondan keyin 26-yil 1-noyabrdan boshlab shu bilan birgalikda bu borada o'sha 2027-yil 1-yanvardan boshlab mazkur toifadagi jinoyatlarni tergov qilish ham maxsus tayyorgarlikdan o'tgan tergovchilar tomonidan olib borilishi va o'sha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan sudyalar tomonidan ko'rib chiqilishi ham mazkur farmonda belgilab qo'yilyapti. Ajoyib. Endi mutaxassisimiz nimaga olib qaraganda ayni kunlarda, ayni zamonda ayollar va bolalar masalasi bunchalik darajada dolzarb bo'lib ketmoqda? Bunga o'zingizning shaxsiy fikringizni ayta olasizmi? O'zim ham yurist sifatida o'sha jamiyatda nima deydi, befarq bo'lmagan faol fuqarosi sifatida shuni nima qilamanki, o'zim fikrim o'sha ijtimoiy tarmoq hozir rivojlangan asrda yashaymizda, o'sha mana Z avlod rivojlanib kelyapti. Ular уже nima bilan o'sha ijtimoiy tarmoq internet bilan dunyoga kelib, o'sha bilan voyaga yetgan avlod bilan yashaymizda. Bizda davrimizda balki o'sha ijtimoiy tarmoq yoki internetdan foydalanish qaysi tomonda cheklangan bo'lgan yoki sal aytaylik endi rivojlanayotgan payt bo'lgan. Lekin hozir o'sha rivojlanayotgan, shiddat bilan rivojlanayotgan o'sha internet zamonida yashaymiz. Shu bois aytaman, o'sha ko'rilayotgan video yoki oddiy bir kontentlar ham o'sha ayollarga yoki nimalarga bolalarga nisbatan tazyiqda zo'ravonlikda oshishiga sabab bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki ko'radi, ha bu mana shunaqa ijtimoiy tarmoqqa chiqaribdi-ku, demak bunga chora ko'radigan nima yo'q ekanda degan tushuncha yoki qiziqish ortida ham o'sha aytaylik ayollar. Chunki eng nima deydi, jamiyatdagi boya so'zim boshida ham aytdim, eng o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi qatlam baribir ayol kishi ham nozik, chunki bola ham hali ham jismonan, ham ruhan, ham aytaylik ma'nan o'sha hali nima voyaga yetmagan, o'sha aytaylik himoyaga muhtoj bo'lgan eng bir nozik o'sha aholi qatlami hisoblanadi.